University top universitetda o'qiydilar. O'zi bakalavrni Gubkinda o'qiganlar. Toshkentda, keyin mastersni UAE University'da, PhD'ni hozir King Fahd University of Petroleum and Minerals adashmasam agar o'qiyaptilar. Birinchi ochidan Shahboz aka vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Bilaman vaqtingiz juda ham kam, PhD o'qish juda ham qiyin, особенно top universitetda. Ho'p, boshlasa bo'ladi. Bu- Birinchi endi o'zingizni tanishtirsangiz agar zo'r bo'ladi. Mhm. Avvalo sizga ham rahmat aytib qolaman, Sardor aka va Globe Study jamoasiga. Shunaqa storyimizni aytishga arzigulik deb topib taklif qilgani uchun rahmat kattakon. Ismim Shahboz. Man O'zbekiston Respublikasi, albatta, Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida tug'ilib topganman 2000-yilda. Siz aytib o'tganingizdek, backgroundim engineering sohasiga bog'liq. Neft gaz sohasini birinchi bakalavrini Gubkin universitetida O'zbekiston filiali Toshkent filialida o'qiganman. Undan keyin o'sha magistraturani Birlashgan Arab Amirliklari universitetida Mhm. boshlaganman. Lekin u haliyam pending statusda turibdi, chunki magistraturani tugatmasdan turib to'g'ridan to'g'ri PhDga o'tib ketganman. O'shaning uchun hozirda Qirol Fahd nomidagi Neft va Minerallar universitetida PhD bosqichini, doktorlik bosqichini o'qiyapman hozir. Qancha? Zo'r, zo'r. Xo'p, rahmat savolga javob berganingiz uchun. Endi bir boshidan boshlab kelsak agar, siz hozir bakalavrni Gubkinda o'qigan bo'lsangiz agar, nima UAEni tanladingiz? Следующий study destinationni. Magistraturani qaysi nimada o'qigansiz? Majorni. Nimaga meni Petroleum and Minerals o'qiyapsiz hozir? Shu narsa umid qilamanki audiyensga kerakli deb umid qilaman. Mhm. Birinchi navbatda o'zi aslida bakalavrga kirishimdan oldin orzum bo'lardi shu chet universitetlarida o'qish. Chet o'qiydigan talabalarni o'sha kinolarda ko'rardim, shuna havas qilardim. Lekin aynan bir soha bo'lmagan. Qaysi sohani tanlashim haqida, lekin shunaqa texnik yo'nalishga yaqin bo'lgan yo'nalishlarga qiziqardim. Shundan keyin o'sha Gubkin universiteti imtihoni o'zimizni universitet imtihonlaridan oldinroq bo'ladi. O'shaning uchun bir topshirib ko'rishga qiziqqanman, ya'ni bu ham texnik sohaga mo'ljallangan. Topshirganman va topshirishimni o'zida qabul qilinganman. Shunda keyin o'ylaganmanki, balki shu mani yo'nalishim bo'lar neft gaz sohasi deganman. Hali maqsad aniq bo'lmagan. O'zim kompyuter bilan ishlashga qiziqardim va keyin shu neft gaz sohasida ham qanaqadir computer science qanaqadir yechimlarini qo'llash mumkin bo'ladi deb o'ylab davom ettirib ketganman. Ikkinchi kursda o'qib yurgan vaqtlarimda endi universitet o'zi Rossiya filiali bo'lgani uchun, ya'ni chet davlat universiteti, mani xayolimda bo'ldi, universitetga kirdim, hammasi joyida degan fikr bo'lgan. Lekin keyin bir o'rtog'im menga ideya berib qo'ygan, ya'ni sizda dasturlash bo'yicha olgan sertifikatlaringiz bor, ya'ni portfoliosida yaxshi rivojlantirsangiz bo'ladi, chet el universitetiga topshirsangiz bo'lmaydi magistraturaga degan. O'shanda o'ylab qolganman, haqiqatdan ham yana o'sha yoshlikdagi nimalar paydo bo'lishni boshlagan, orzular. O'shandan keyin neft gaz sohasida universitetlarni qidirib boshlaganman. Ya'ni qidirib ko'rganman, ular qanaqa talablari bor universitetga qabul qilinish uchun, til masalasi bo'yicha qanaqa talablari bor. Shundan keyin top universitetlarni ro'yxatini tuzib chiqqanman o'zim uchun. Albatta, mo'ljalim top 300 talik bo'lgan. Ularning ichida Amerika universitetlari ham bor, Yevropa, Middle Eastdan va Osiyo universitetlari ham bo'lgan. Lekin bizani hamma Amerikaga qiziqadi, to'g'risi o'qishga. Men ham qiziqqanman, lekin bizning universitetimiz Rossiyani filiali bo'lgani uchun o'sha vaqtda o'zingiz bilasiz, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi masala tufayli Rossiyaga nisbatan yomon ko'z bilan qarash paydo bo'lib qolgan edi. Endi men ham o'zimni ta'limimdan qo'rqqanim, chunki diplomim baribir Rossiyani diplomi bo'ladi. Man shuncha universitetlarga apply qilsam, masalan, har biriga kamiga $100 ketadi application uchun. Hammasiga kuyib qolmay deganmanda tavakkal qilmaganman. Boshqa Amerikadan boshqa universitetlarga topshiraman deganman. Birinchi bo'lib o'zi aslida sun'iy intellektga oid bo'lgan yo'nalishga qiziqqanman, topshirganman birinchi. Ya'ni nimani o'zgartirib ketmoqchi bo'lganman, ayni sun'iy intellekt sohasiga egallab, uni keyin neft gazga qo'llash uchun. Birinchi topshirgan universitetim u ham Middle Eastda bo'lgan. MBZ UAE deyiladi, Muhammad bin Zayd University of Artificial Intelligence.
juda yam top darajaga chiqdi qisqa muddatni ichida shu universitet. Lekin kirish juda yam qiyin edi. Har yili shu 20 ta kishi olardi butun dunyodan. O'shanga topshirgandim va mani xatoyim shu bo'lganki, o'zimga boshqa option qilib qo'ymaganman, ya'ni boshqa variant qilib qo'ymaganman topshirish uchun. Bitta o'shanga topshirganman. Undan tashqari Buyuk Britaniyani Hertford universitetiga topshirganman. Britaniyaga qabul qilinganman, lekin bu universitetga qabul qilinmaganman. Shunda Buyuk Britaniyaga ketaman deganimda, universitetga ketaman deganimda moliyalashtirish bo'yicha, ya'ni finance tarafidan hech qanaqa hujjat topshirmaganligimni keyin tushunib yetganman-da. O'sha vaqtda tajriba kamroq bo'lgan. Keyin tushunganmanki, bu yil o'qishni davom ettirolmasligim haqida tushunganman. Shundan keyin keyingi yilida ozroq gap year deymiz ingliz tilida, ya'ni ozroq dam olganmiz bakalavrni bitirgandan keyin 1 yil. U orada o'sha hujjatlarimizni tayyorlab, to'g'rilab, mana shu qaysi universitet neft gaz sohasi bo'yicha yaxshiroq rivojlangan bo'lsa va sun'iy intellektni o'zini dasturlarga integratsiya qilgan bo'lsa, o'sha universitetga topshiraman deb niyat qilganman. Bu niyatlarim ichida Italiya universitetlari bor edi. Bu Politecnico di Torino, keyin Padova University bor. Undan tashqari o'sha Hertfordni o'ziga ham topshirganman. Fransiyadan IFP School shularga topshirganman. Deyarli hammasiga qabul qilinganman va orasidan mana shu Politecnico di Torinoni tanlaganman, chunki u yoqda tanishlarimiz bor edi, o'zbeklar o'qiydigan. Hamma hujjatlarni tayyorlab, elchixonaga hujjat topshirgan vaqtimizda hujjatlarni men o'zim tayyorlaganman. O'sha oldin o'qishga ketganlarning tavsiyasiga ko'ra. Shu moliyaviy jihatga tegishli bo'ladigan hujjatlar masalasida qanaqadir xatolikka yo'l qo'ygan ekanman shekilli. Afsuski Italiya vizasidan отказ olganman, ya'ni rejection bo'lgan vizani. O'shandan keyin o'ylab qolganman. O'zi 1 yil ushtirish o'tkazib yubordim vaqtni. Yana o'zi 1 yil отказ oldim, yana 1 yil o'tib ketadimi deb ancha o'ylab qolganman-da, chunki hech qanaqa hali ishga kirmagandim. Hech narsa boshlamagandim hali soham bo'yicha. Shundan keyin albatta oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash muhim bunda. Ya'ni hech qanaqa ular nima qilishmadi, bemalol topshirishimga, yana qayta topshirishimga ruxsat berishdi. Shunda kelayotgan bahorgi semestrga apply qilishga qaror qildim. Yana boshqa universitetga. Shunda albatta neft gaz sohasidagi eng rivojlanib kelayotgan bu hudud o'sha Middle East, Yaqin Sharq bilamiz. Va shu universitetdan hozirgi o'qib turgan KFUPM universitetiga topshirdim. PhDga va undan tashqari magistratura sohasiga o'sha Birlashgan Arab Amirliklari universitetiga topshirdim. Malayziyadagi yana bir top universitet bor, Petronas universiteti deb ataladi. O'shanga topshirdim. Shundan keyin UAE universitetidan keyin va Petronas universitetidan qabul oldim. Shunda men Birlashgan Arab Amirliklari universitetini tanlashga qaror qildim, chunki u top 300 talikka kiradi. Undan tashqari tanishlarimiz ham bor u yerda va bu o'zi umuman Birlashgan Arab Amirligida birinchi raqamli universitet bo'ladi. Shu uchun shu taklifni qabul qilib 2025-yil, ya'ni shu yilning boshida, yanvarda Birlashgan Arab Amirligiga Abu Dabiga uchib ketdim. Va u yerda o'qishni boshladim. Magistraturada petroleum engineering sohasida. Bizning Gubkin universitetimizda o'qigan mutaxassisligim aslida surface activities bo'lgan, ya'ni neft gazni tashish, uni saqlash, shunga oid. Petroleum engineeringning asosiy yo'nalishi bu subsurface, ya'ni yer ostida bo'ladigan tadqiqotlar, yer ostida bo'ladigan ilmlarni o'rganish. Shu birozgina sohani o'zgartirish ham ozginagina qiyinlik qilgan boshida, keyinchalik bunga moslashib ketganmiz. Shu o'qishni boshlaganimizdan keyin orada Ramazon vaqti edi adashmasam, KFUPMdan taklif berishgan. Men uni unutib ham yuborganman, topshirganimni, qachon topshirganimni. Aytishganki, sizni to'g'ridan to'g'ri PhDga qabul qilamiz. Ya'ni intervyuga taklif qilgan birinchi. Shundan o'tsangiz, to'g'ridan to'g'ri o'sha PhDga qabul qilinasiz, ya'ni magistraturani tugatish shart emas deyilgan. O'shanda keyin universitet juda ham yuqori o'rinda turadi, 5-o'rinda top 5 talikda turadi neft gaz soha bo'yicha, ya'ni mening soham bo'yicha. Undan tashqari umumiy reytingda 67-o'rinda turadi. Keyin o'ylab qolganman, mayli qilib qatnashib ko'ray qani deganman. Qatnashganman keyin intervyudan suhbatdan o'tgandan keyin, oradan 1 oydan keyin qabul xati kelgan. Ya'ni siz qabul qilindingiz to'g'ridan to'g'ri PhDga deb. O'shandan keyin juda katta tanlov bo'lgan oldimda. Birlashgan Arab Amirligida men research assistant bo'lib ishlardim, ya'ni tadqiqot yordamchisi. U aslida o'zi arab davlatlarida ishlash mumkin emas talabaga, lekin universitetning o'zi ish bilan ta'minlasa, ishlasa bo'ladi.
o'sha olayotgan oyligim o'qishimga to'liq ketardida. Ya'ni manda 25%gina fellowship bor edi. Ya'ni o'zimizni kollejdan berilgan. Ya'ni 25%ni qoplab beradi. Lekin magistratura o'quvchi talabalar uchun Birlashgan Arab Amirliklari universitetida to'liq grant yo'q edi. O'shaning uchun pul masalasida biroz qiynalayotgan edim. O'shanga balki tushundimki, o'zgartirishim kerakdir, ketishim kerakdir deganman. Chunki KFUPM menga to'liq grant bergan 5 yilga. Undan tashqari bepul yotoqxona, arzonlashtirilgan ovqatlanish, uyga borib kelish, parvoz to'lovlari, hamma narsani qoplab berishgan taklifda. Va undan tashqari medical insurance deymiz, ya'ni tibbiy sug'urtalarni hammasini qoplashda aytishgan. O'shanda shu universitetni tanlashga qaror qilganman. Birinchi semestrda tugatganimdan keyin shu yil yozda ustozlarimga aytganman, hozir to'xtatib turaman chunki PhDga taklif qilyapti, ketishim kerak deb aytganman. O'shanda holatimdan kelib chiqib tushunishgan, ruxsat berishgan. Shundan keyin O'zbekistonga qaytib bordim. Viza hujjatlarimni o'sha Abu Dabini o'zida tayyorladim. Judayam unaqa ko'p vaqt ketmadi. Va shundan so'ng uyga qaytib bordim O'zbekistonga va shu yilni avgustidan boshlab KFUPMga keldim va o'qishlarni boshlab oldik, xudo xohlasa. Vau, qiziq istoriya bo'libdi. Необычный istoriya bo'libdi. Hozir yana bitta konfirm qilsam, siz magistraturani bitirmagansiz, shundaymi? BAda. Shunaqa. Mhm. Master of Science bitirmasdan turib Axir zo'r bu. Например, ko'p o'zbeklarni bilaman, O'zbekiston universitetini bakalavrini graduate qilganda o'ylaydiki, birinchi magistratura o'qishim kerak, keyin o'zi PhDga borishim kerak deydi. Lekin aslida buni Mhm. to'g'ri emas. Albatta example bo'lishi mumkin hozirgi Mhm. bugungi qatnashchilarimizga. Mhm. Хорошо, rahmat Shahboz aka. Keyingi savol, sizni sizning faoliyatingizda LinkedIn'ingizda ham hozir aytib o'tdingiz, dasturlashdan boshlagansiz. Mhm. Qabul tizimlar, talaba platformasini yaratgansiz. Endi keyin ilmiy tadqiqot va neft muhandisligiga o'tgansiz. Mhm. IT tajribangiz hozirgi ilmiy ishlaringizga qanday ta'sir qilmoqda? Judayam o'rni katta hozirgi kunda. Aynan o'sha vaqtda eslayman. U vaqtda hali sun'iy intellektlar, ChatGPT, shunga o'xshagan texnologiyalar hali chiqmagan edi. Dasturlashni o'zi bilan, ya'ni Python, shunga o'xshaydigan ma'lumotlarni tahlil qilsa bo'ladigan dasturlash tillarini bilish bu juda katta yordam bo'lgan. Ya'ni juda katta sizni qabul jarayoniga ehtimolingizni oshirgan, ya'ni qabul qilinish ehtimolingizni oshirgan birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda, ya'ni ular ishonishadiki, agar sizda dasturlash bilimlari bo'lsa, siz ma'lumotlarni ketma-ketligida to'g'ri o'rgana olasiz, to'g'ri analiz qilib, o'z tadqiqotingizni yaxshi oldinga surib rivojlantira olasiz. Mana shu narsani ular yaxshi bilishadi. Shuning uchun ham qabul universitetlariga manda qabul masalasi qiyin bo'lmagan. Ya'ni deyarli hammasi universitetlar qabul qilishgan mani. Shundan keyin mana hozir Birlashgan Arab Amirligida ham aynan soham nefti gaz yo'nalishini bir sohasi bo'lgan. Ya'ni Finance Migration shunaqa yo'nalishi bor. Neftni yer ostidan olish jarayonida shunaqa vaziyat bo'ladiki, mayda mayda qum zarrachalari o'sha yer ostidagi toshlardan siljishni boshlaydi. O'z sabablari bor, ma'lum bir sabablari. Ana o'shalar yig'ilib kelib neftni olish, well deymiz, well bor atrofida yig'ilib qoladi, ya'ni quduq atrofida yig'iladi. Undan keyin sizni o'sha neftni olish ehtimolingiz, ya'ni darajasi tushib ketadi. Bu juda katta muammolarga sabab bo'ladi. O'sha narsani sun'iy intellekt yordamida oldindan aniqlash, uni to'xtatib qolish yo'llarini ko'rish masalasida bo'lgan tadqiqotchim. Aynan shu ishga masalan nomzod yo'qligi sababli mana o'sha Birlashgan Arab Amirliklari universitetidagi professorim hech kimga ish bermay turgan bo'lgan. Lekin man u kishi bilan onlayn gaplashganimda u kishi mani intervyu qilib ko'rgan, sinab ko'rgan, aynan shu sohada bilimim bormi yo'qmi. Shundan keyin ishonib menga o'sha grantni berishga qaror qilgan. Ya'ni o'sha research assistant qilib olishga qaror qilgan va shundan so'ng men o'zimga ishonganmanki, borsam o'sha moliyaviy jihatdan muammo bo'lmaydi deb keyin Birlashgan Arab Amirliklari universitetiga borganman. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bunaqa bilimlarni bilish, egallash, skilllarga ega bo'lish bu juda ham muhim hisoblanadi tadqiqotchi uchun. Da, bu o'zim opitimda ham shunaqa bo'lganda.
research endi uh, research qilish uchun background information va background knowledge juda ham kerakli narsa deb o'zim ham tushunganman va kerakli narsa. Uh, Mm. tak, endi shaxsiy yo'lingizni y- shaxsiy yo'lingizga yana bitta savol bersam agar, например, turli davlatlarda o'qigansiz. O'zbekiston, Birlashgan Arab, BAA, Saudiya, ta'lim olyapsiz hozir Saudiyada yana. Ushbu uchta mamlakatdagi ta'lim muhitining sizga eng katta farqi nimada? Ta'lim muhitining eng katta farqi man uchun talabani erkinligi bo'lsa kerak. Birinchi seziladigani shu. O'zim o'sha Gubkin universitetida O'zbekiston fillarida o'qigan bo'lsam ham ta'lim nima deydi, Rossiya ta'limi, lekin katta nima deymiz, o'sha administratsiyani talabalarga bo'lgan munosabati baribir milliychilik bo'lardi. Ya'ni o'zbekchilik deymizu. Ya'ni talabaga o'qishdan akademik jihatdan bo'lmagan boshqa jihatlarda ham ta'sir o'tkazishga harakat qilinadi. Ya'ni masalan forma masalasi yoki hamma narsani belgilab qo'yish oldindan, ya'ni shu mana shu fanni o'qiysiz, bo'lmasa o'tolmaysiz. Ya'ni uni orasida kerak bo'lmagan fanlar ham bor. Endi juda kerak bo'lmagan deyolmaymiz, lekin talabani vaqtini olib qo'yadi, o'zini chuqurlashmoqchi bo'lgan sohasidan chetlashtirib qo'yadi. O'shaning uchun bu yoqda bo'lsa Birlashgan Arab Amirliklari universitetida yoki bu KFUPMda ham shu narsani ko'rganman. Ya'ni talaba erkin. Siz olishingiz kerak bo'lgan ma'lum bir kurslar bor, core kurs deyiladi. Shuni olasiz. Undan boshqa qolgan hamma kurslarni o'z xohlaganingizcha tanlaysiz. Va undan tashqari sizda hech kim qanaqa kiyim kiyishingizga, qachon dars kelasizmi yo'qmi, unga qaralmaydi. Muhimi talabani bilimi. Shu narsa muhim jihatdan qaraladi. Yani shu sababdan bo'lsa kerak, talabalar o'z ustida ishlashni xohlaydi. Bu narsa hamma erkinlik berib qo'yilgandan keyin talaba o'z ustida qattiq ishlashni boshlaydi, vaqtini to'g'ri o'ziga to'g'ri taqsimlashni boshlaydi, darslarni to'g'ri o'zi uchun tanlab olib o'qishni boshlaydi. Va ko'rib turganingizdek, universitetda ham universitetni reytingiga bu narsa ta'sir o'tkazib, shunaqa yuqori darajaga olib chiqishga sabab bo'ladi. Shu talabalarni qilgan tadqiqotlaridan, ularning natijasidan, xalqaro darajada ko'rsatgan ishlaridan. Shu mani fikrim shu. Manimcha talaba erkinligi bo'lsa kerak, eng asosiysi. Da, freedom eng muhim narsa deb o'ylayman. Chet davlatlarda hammasida boshli shunaqa. O'zbekistonda ham hozir, по-моему, sistema kamgina обновить qilyaptilar. Kreditniy sistemaga o'tyaptilar. Shunaqa common core selective kurslarni studentlar o'zi tanlashi ham mumkin bo'lyapti. Endi bu bilmayman qachon kiradi, qaysi universitetlar kirgan, lekin shunaqa planlar bor deb buni yangiliklarga chiqqan edi. Zo'r. Так, endi, например, hozir o'qishga o'tsak agar, o'qish Birlashgan Arab Amirliklarida qanaqa kurslarni olgansiz? Именно Birlashgan Arablar nima, BAA universitetida sizga nima yoqqandi больше всего? Birlashgan Arab Amirliklari universitetida birinchi borganimda o'sha taklif qilingan kurslar bor edi. Bitta kurs bor edi. Undan tashqari yana boshqa elektivlar olish mumkin edi. Bizni holatimizda o'sha bir semestrda uchta kurs olishimiz kerak, 9 kredit bo'lardi. O'shanda bitta kurs taklif qilinmay qolingan. O'sha uchun ikkita kurs olganman. Bittasi birinchisi Advanced Natural Gas Engineering deyiladi. Ya'ni o'sha tabiiy gazni qanaqa qilib qazib olish, tabiiy gaz muhandisligiga oid bo'lgan kurs bo'lgan. Ikkinchisi Special Core Analysis deyiladi. Unda mana shu yer ostidan nima deydi, burg'ulash jarayonida yer ostidan olingan o'sha samplelarni, tosh samplelarini, ya'ni namunalarini analiz qilish, o'sha analiz natijasida butun o'sha yer ostini tahlil qilib ko'rish, ya'ni predikt qilish, qanaqa nimaga g'ovaklikka ega, qanaqa o'zida suvni, qanaqa o'zida neftni ushlab turadi, bu tosh analiz qilishga mo'ljallangan kurs bo'lgan. O'sha ikkita kursni olganman. Menga eng yoqqan tarafi albatta birdaniga darsni sifati, juda ham yuqori darajadaligini his qilasiz. Va keyin sizga dars o'tayotgan professorni tajribasi juda ham katta. Ham akademik jihatdan, ham u industriyada ishlagan, o'sha o'zi ta'lim berayotgan narsani ko'zi bilan ko'rib, anchagina chuqur bilimga ega bo'lgan. Va universitetni o'zi infrastrukturasi, o'zi
tuzilishi, ya'ni fizический jihatdan borligi, shunaqa kollejlarga ajratilganligi, har bir universitetni ichida, koridorlarda, xonalarda bor shunaqa bir qulayliklar ham e, dars jarayonining yaxshiroq bo'lishiga juda katta xizmat qilgan. Ayniqsa kutubxonalar borligi, kutubxonada alohida o'tirib dars qilinish mumkinligi, e, shunaqa asosiy narsalar ta'sir qilgan. Да, да, да. Хорошо. Kursni ismini nima edingiz? Bizlarda ham universitetda, по-моему, bor. Natural. Advanced Natural Gas Engineering. Oh, okay. Advanced Natural Gas Engineering. Интересный курс deb o'ylayman. Title интересный ekan. Хорошо. Shahboz aka, dальше endi siz BA University'da bir semestr o'qiganmi yoki qancha o'qigansiz? Bir semestr o'qiganman. Bir semestr o'qigansiz. BAA universitetni o'zi maktabdan, universitetdan tashqari yana nima infrastrukturasi bor sizni o'qishingizga yordam beradigan? Например, restoranlar bironta seminarlar bo'ladi ko'p universitetlarda yoki, например, universitet field trip qiladi bironta kompaniyaga, studentlarni olib borib ko'rsatadi. Shunaqa narsalar BAda bormidi? Bor bo'lsa agar sizni uni sizga shu experience foydali bo'ldimi? Qanaqa edi experience? Aytsangiz agar juda ham foydali bo'ladi. Birlashgan Arab Universitetida bunaqa imkoniyatlar juda yam ko'p. Chunki bu universitet milliy universitet hisoblanadi. Birlashgan Arab Amirligini o'zida birinchi o'rinda, butun arab diyorida, Middle Eastda beshinchi o'rinda turadi. O'shaning uchun ular doim harakat qilishadi. Qaysi sohada bo'lsa ham o'sha sohani mutaxassislarini chaqirib suhbat qilishga, seminarlar, workshoplar qilishga harakat qilishadi. Undan tashqari, agar imkoniyati bo'lsa, ya'ni soha shuni talab qiladigan bo'lsa, masalan, bizani sohaga o'xshab o'sha field triplar uyushtirib berishadi. Endi man o'qigan davrim orasida field tripga to'g'ri kelmay qolganman. Lekin ular odatda shunaqa field trip qilib berishadi. Man to'g'ri kelgan triplar faqat socializing uchun bo'lgan, ya'ni shu talabalarni yig'ib bir dam oladigan joyga yoki bir entertainment uchun olib chiqiladigan shunaqa triplarga to'g'ri kelib qolganman. Asosan shu tarafi yaxshi bo'lgan. Da. Endi entertainment ham muhim narsa, part of the school college life. Shuning uchun хорошо. Endi bir semestr o'qidingiz, keyin O'zbekistonga qaytdingiz. Уже mana shu yil Kechirasiz, ovoz birozgina uzilib qoldi. Savol qaytarib olasizmi? siz bir semestr BA universitet o'qib, O'zbekistonga qaytib, hozir 2025-yil sentyabrda уже keldingiz, shundaymi? KFUPMda. Shunaqa. Man o'sha iyulning oxirida kelganman. O'zi avgustdan o'qishimiz boshlangan. Хорошо, zo'r. Hozirgi paytda, например, o'zi, по-моему, birinchi semestringiz tugayapti. Qanday bo'ldi experience? Birinchi semestr farqi nimada BA bilan KFUPMda? PhD magistratura bilan farqi nimada? Shu narsa, по-моему, интересный bo'ladi deb o'ylayman. Juda ham farqi katta. Chunki Birlashgan Arab, agar soham bo'yicha qaraydigan bo'lsak, Birlashgan Arab Amirligi universiteti sohamda 50-chi o'rinlarda turadi, top 50 da. Bu universitet 5-chi o'rinda turadi, ya'ni 10 barobar yuqori darajaga ko'tarilish degani. Ham degree darajasidan, magistraturadan to'g'ridan-to'g'ri PhD ga o'tib ketish darajasi. Albatta, uni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Yaxshi taraflari ham bor, qiyinchiliklari ham bor. Bu yoqda kelganimizda farqini tushunganmanki, bu universitet milliy universitet va juda ham ko'p sohalar bor. Bir vaqtni o'zida hamma sohalarga e'tibor qaratishga harakat qiladi. Bu universitetga kelganingizda, universitetni birdan nomidan bilsangiz bo'ladi, Petroleum Engineering University. Lekin shunaqa bo'lsa ham bu universitet ham hamma sohaga juda katta urg'u beradi. Lekin eng asosiysi baribir neft va gaz bo'lib turadi bularni yo'nalishida. Shuning uchun birdan bilganmanki, ya'ni juda ham hurmat qilinadigan joyga uyni to'riga o'tib ketasiz, mehmonga kelsangiz. Xuddi shunaqa uyni to'riga o'tkazib qo'yishganda shunaqa bir hissiyot bo'lgan. Ya'ni qaysi boshqa kollejdagi
o'quvchilar bilan gaplashsangiz, sizni mani so'rashsa, qaysi kollejdansiz, petroleum desam, u deydi, siz bizani anavi bossimiz, xo'jayinimizsizlar deydi. Shunaqa nimani aytadi, yaxshi bir hissiyat beradi. Va keyin bu yoqdagi kurslarda o'sha olgan talabalarni aktivligi, faolligi va ularni son jihatdan ham ko'pligi, ham sifat ham son jihatdan ko'pligi bu do'stona bir raqobatga sabab bo'ladi va o'z ustida qattiqroq ishlashga, yaxshi o'qishga harakat qilasiz. Va kurs darajasi ham yuqori, chunki o'sha PhD daraja bo'lgani uchun qiyinlik darajasi ham anchagina yuqori. Asosiy o'zgarish, ya'ni farqlar jihatdan mana shularni ayta olaman. Uh, Hozir eshitilyaptimi? Salgina uzilishib qoldi manimcha. Sardor aka. Manimcha Sardor aka internetlarida muammo bo'lib qoldi. Uzr so'raymiz. Hozir qaytib qo'shadi degan kutamiz. So'radim. Vaalaykum assalom, Begisht aka, salomatmisiz? Agar savollaringiz bo'lsa, Sardor aka qo'shilganlarcha bersangizlar bo'ladi. Suhbatlashib turamiz ungacha. Assalomu alaykum Shahboz aka. Vaalaykum assalom, Begisht aka, salomatmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi rahmat. Aka o'zi yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukur, charchamayapsizlarmi? Ha, aka biza o'sha hozir mitingingizni kuzatib turgandik. Nafaqat o'zim, balki O, oilamiz davrasida sizni hikoyangizni, storiezni, shu o'qish bo'yicha muvaffaqiyatlaringizni eshitib havas qilib turgandik. rahmat, rahmat. Aksiga olib hozir Sardor aka bilan internetda adashmasam sal tushunmovchiliklar yoki xatoliklar bo'lyapti. Texnik shunga uzilib qoldi. Shu vaqt mobaynida sizga savollar bersak bo'ladimi bir qator? Albatta, albatta. Shahboz aka, siz hozir aytdingiz o'sha Saudiya Arabistoni KFUMPM, ya'ni Saudiyaning top birinchi raqamli universiteti petrol injiniring bo'yicha PhD o'qilayotgan ekanligingizni aytdingiz-a? Mhm. Nasib bo'lsa bizlar ham shu darajaga yetkazsa. Keyin intervyu davomida siz aytdingiz, sun'iy intellektga, ITga ham qiziqish bo'lgani va unda ham ma'lum darajada bilimingiz, tajribangiz bor ekanligini aytib o'tdingiz. Mhm. Shu o'rinda so'ramoqchi edim. Saudiya Arabistoni aynan IT, sun'iy intellekt yoki data science bo'yicha bakalavrda o'qishni istaydiganlarga taklif eta olarmidingiz? Tushunarli. Rahmat kattakon savol uchun, Begisht aka. Albatta taklif etaman. Chunki hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, oxirgi mana shu AQSh prezidentini Middle Eastga tashrifidan keyin juda ham ko'p kelishuvlar, hamkorliklar imzolandi. Masalan, Birlashgan Arab Amirligida, Saudiya Arabistonida qancha katta katta investitsiyalar qilinmoqda Amerikaga. Asosiy sabablardan biri mana shu sun'iy intellekt sohasida eng ilg'or sun'iy intellekt, shunaqa hozirgi zamon talabida bo'lgan sohalarda eng yuqori o'rinlarga chiqib borish. Haqiqatdan ham hozir masalan Birlashgan Arab Amirliklarini masalan qaraydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda shunaqa biznes jihatidan, ya'ni texnologiya jihatidan birinchi o'ringa o'tib ketganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni butun dunyo biznes qilmoqchi bo'lsa, aynan shu yoqqa keladi. Ya'ni bu dunyoni markaziga aylanib qolgan Middle East hozir. KFUPM aynan o'zida oladigan bo'lsak, hozir sun'iy intellektga bo'layotgan shunaqa hakatonlarni, o'quvchilarni, talabalarni chet elga borib, butun xalqaro miqyosda nimalardan
musobaqalardan birinchi o'rinlarni olib shunaqa startaplar boshlayotganini ko'rib to'g'risi juda ham havas qilaman. Ya'ni juda ham sizga taklif qilgan bo'lardim. Albatta, Middle East davlatlaridan birortasida mana shu sohani o'qishni davom ettirishingizni. Chunki istalgan mana shu yoqqa kelib, chetdan masalan Amerikadan yoki o'zi masalan o'zi kelib chiqishi amerikalik bo'lgan, Kanadami, yevropalik bu yoqqa kelib ishlayotgan odamlardan so'rasangiz, kelajak mana shu Middle Eastda deydi. Ya'ni ular shunchalik darajada pul bor va bu narsaga to'liq ishonadiki, hamma o'ziga bor imkoniyatlarni mana shu sohani rivojlantirishga tikadi. Ya'ni bu degani kelajakda siz mana shu joyda agar bo'lsangiz, shu joyda o'qib, shu joyda ish olsangiz, sizni nima deydi, o'z o'rningiz juda ham yuqori darajada bo'ladi. Shu uchun katta maslahat bergan bo'lardim, aynan IT sohasida yoki sun'iy intellekt sohasida mana shu Middle Eastni tanlashni. Ko'pchilik Amerika deb o'ylashi mumkin. To'g'ri, Amerikada ta'lim kuchli bo'lib kelgan, lekin sohaga e'tibor hozir Middle Eastda kuchli. Shuning uchun katta maslahat bergan bo'lardim sizga shu qaroringizni tanlashni, ya'ni shu qaror orqasidan borishingizni. Juda ham kattakon rahmat Shahroz aka savolingiz uchun, javobingiz uchun. Juda ham bizada yaxshi tushuncha paydo bo'ldi hozir. Keyin bu savolda davom ettiradigan bo'lsak, Saudiya Arabistoni misol uchun top universitetda joylashganiga qaramasdan, misol uchun ingliz tilida bilim berilishi qay darajada yaxshi rivojlangan? Misol uchun to'g'ri, magistratura va PhD deyarli barchasi ingliz tilida olib boriladi. Ammo bakalavrga kelganda nima deya olasiz? Universitet top darajaga chiqishi uchun albatta bir kriteriyalardan biri bu xalqaro talabalarni ko'p bo'lishi. Endi albatta chetdan masalan bizda bor Amerikadan ham, Yevropadan ham, hattoki Braziliyadan o'quvchilar kelishadi. Ularni albatta bitta tilga yig'ish bu ingliz tili orqali bo'ladi. Ya'ni bu yoqda masalan haligacha ko'rganim yo'q birorta kurs arab tilida o'tilishini. Hammasiga albatta bor, kurslari bor, lekin men bilgan kimni bilsam hammasi ingliz tilida o'qishadi. Bakalavrdan tortib to PhDgacha, postdokgacha hammalari ingliz tilida o'qiydi. Ya'ni universitet top darajaga kirdimi, siz qanaqa tilda ta'lim berishdan qo'rqmasangiz bo'ladi. Albatta bu xalqaro standartga javob beradigan talablarda ta'lim beriladi. Tushunarli Shahroz aka, o'sha ancha vaqtdan beri o'ylab kelayotgan bir savolimga hozir yaxshi javob berdingiz. Chunki KFUMdan tashqari bizlar Saudiya Arabistoni King Fahd va King Saud universitetlari bilan ozroq qiziqqandikda. Ularda adashmasam foundation va til kurslari ham bor edi arab tilida. Shunda bizda shunday bir tushuncha paydo bo'ldiki, arab tilini ham bilish majburiy degan fikr paydo bo'lgan edi. Yo'q, unaqa majburiy degan narsa yo'q. Agar menimcha imkoniyat bo'lsa kerak, siz juda ham arab tilini yaxshi bilib, arab tilida o'qiyman desangiz, sizga imkoniyat qilib berishadi, lekin arab tilida o'qishga sizga hech qanaqa majburlov bo'lmaydi. Shuning uchun bu masaladan qo'rqmasangiz bo'ladi. Tushunarli, rahmat kattakon. Bundan tashqari qarang, hozir o'zingiz haqida aytib so'raydigan bo'lsam, PhD yoqlayotganingizni aytdingiz. Nasib bo'lsa PhD yoqlashingizga muvaffaqiyat va omadlar tilab qolaman. Kelgusi rejalaringiz va maqsadlaringiz bilan ham ozroq bo'lishib o'ta olasizmi? Albatta. Hozirda tadqiqot yo'nalishimni karbonat angidridni havodan ushlab yer ostiga qamash bo'yicha boshladim. Ya'ni nimaga karbonat angidrid bu neft gaz sohasiga bog'liq emasku degan fikr kelishi mumkin. Aslida neft gaz sohasi petroleum engineering deyilganda bu har qanday yer ostiga bog'liq bo'lgan sohani tushunsa bo'ladi. Chunki petroleum engineer, ya'ni o'sha neft gaz muhandisichalik hech kim yer ostini yaxshi tushunmaydi. Chunki bu yer ostida faqatgina neft va gaz bo'lmaydi. Neft, gaz, suv deyishingiz mumkin. Undan tashqari hozir dunyoda juda ham katta trendga aylanib borayotgan hidrogen deydi. Vodorod, ya'ni vodoroddan energiya olish, uni qanaqa yer ostida saqlash masalasi bor. Shu ham petroleum engineering ichiga kirib ketadi va karbonat angidrid ham. Chunki karbonat angidrid bilamiz, atmosferani buzib, miqdori oshib bormoqda. Uni havodan ushlagandan keyin qayerga uni saqlaydigan joy bo'lishi kerak. Uni o'zimizda bo'ladigan bunaqa yomkis deymiz-ku, storagelarning ichiga saqlab bo'lmaydi, chunki birinchidan bosimi katta, ikkinchidan cheklangan bo'ladi uni hajmi. Yer osti saqlash uchun eng yaxshi joy. Yer ostiga saqlagandan keyin qanaqa muammolar bo'lishi mumkin? U biror kuni qaysidir bir joydan sizib chiqmaydimi atmosferaga yoki qanaqadir kutilmagan hodisalarga sabab bo'lib qolmaydimi? O'sha narsani tadqiqoti yo'nalishida boshlaganman. Ya'ni mana aynan chuqur aytadigan bo'lsam,
karbonat angidridni o'zi odatda gaz holatda yoki suyuqlik holatida yer ostiga qamashadi. Lekin hozirda shunaqa yangi soha chiqib kelyaptiki, karbonat angidridni yer ostida maxsus reaksiya bilan toshga aylantirib qo'yish, toshga aylantirib butun umrga o'sha yer ostidan chiqmaydigan darajaga olib kelib qo'yish. Shu yo'nalishda boshladim. Va bu yo'nalish xudo xohlasa o'sha hozirgi Yevropa standartlari bor, bilsangiz shu climate change deydi, ya'ni iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish shunaqa strategiyalar bor. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ham qilingan, ya'ni ustuvor yo'nalishlardan bittasiga kiradi. Shu sababdan xudo xohlasa Yevropada, Kanada yoki Amerikada shu postdokni o'qimoqchiman va undan keyin mana shu tadqiqotlarda shu karbonat angidridni yer ostiga qamash bo'yicha tadqiqotlarda ishlab, tajriba orttirib, mana shu akademiyada dars berish, tadqiqotlar qilishni xudo xohlasa niyat qilganman. Tushunarli aka. Keyin hozir sanab o'tgan tadqiqotlaringiz va amalga oshirmoqchi bo'lgan rejalaringizda tushunishim bo'yicha faqat qog'ozda emas, ya'ni amalda ham sinab ko'rmoqchisiz. Bu uchun universitet sizga laboratoriya va kerakli asbob uskunalar bilan ta'minlab berganmi? Shuni so'ramoqchiman. Juda ham yaxshi savol. Chunki KFUPM deganda mana shu laboratoriyani aytib o'tish eng muhim hisoblanadi. Chunki hattoki Amerika universitetlarida ham bunaqa laboratoriya yo'q. Dunyoda birinchi o'rinda hisoblanadi laboratoriya, ayni sohamiz bo'yicha. Shunaqangi katta miqdorda investitsiya qilingan va shunaqa qimmat uskunalar bilan ta'minlanganki, siz nima deydi, o'ziz sohangizda hech qanaqa qiyinchilik ko'rmaysiz. Ya'ni qanaqadir bir katta rejalarni qilmoqchisiz yoki bir yangicha g'oyalarni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta bu narsa sizga laboratoriya siz uchun doim ochiq va albatta o'zizni tadqiqotlaringizni qilsangiz bo'ladi. Boshqa hech qaysi, masalan deylik, dunyoda birinchi o'rinda turadigan Texas universitetlari bor, mana shu sohamiz bo'yicha yoki Waterloo, shunga o'xshaydigan universitetlar bor. Hattoki ulardan talabalar aytishadi, KFUPMchalik bizada laboratoriya yo'q deyishadi. Shuning uchun KFUPM laboratoriya jihatdan dunyoda birinchi o'rinda turadi. Ajoyib. Endi shuni ajoyib nima desam, sharoitlar bilan ta'minlangan universitetda yuqori darajada bilim olishni o'zi bo'lmaydi. Unga erishsam, siz aytganingizdek, o'ziga yarasha talablari va qiyinchiliklari bor. Siz shu o'rinda aytib o'tdingiz, siz oddiy tilda aytadigan bo'lsak, 100% darajada grant yutgansiz, scholarship, ya'ni yotoqxona, yeb ichish, kontrakt summalari, hattoki O'zbekiston, ya'ni uyingizga kelib ketish aviachiptalari bilan ta'minlaydi. Shu to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Bizani o'sha qabul qilinganimizdan keyin benefits letter deb yuborishgan. Ya'ni o'shanda hammasi ko'rsatilgan edi. Ya'ni butun o'qish davomini bepulligi. Undan tashqari o'sha siz aytib o'tgan ovqatlanish masalasi, tibbiy sug'urta, tibbiy xizmatlar masalasi, aviachipta narxlari, shunga o'xshagan masala hammasi ko'rsatilgan edi. Va haqiqatdan ham mana kelib turib o'zimiz bilamiz, haqiqatdan ham shunaqa. Hamma narsasi qoplangan. Shu o'rinda yana bir savol paydo bo'ladi. Bu grant har bir magistratura va PhDga qabul qilingan talabaga beriladimi yoki talabalar o'rtasida ham konkurensiya, ya'ni competition bo'lib, eng zo'rlar tanlab olinadimi? Shu haqida aytib o'tsangiz. Middle Eastdagi universitetlarni yaxshi tarafi shundaki, agar haqiqatdan ham siz kuchli bo'lsangiz, o'shalarni requirementlariga, ya'ni talablarga javob bersangiz va o'qishga qabul qilinsangiz, sizga odatda har doim o'sha to'liq grant beriladi. Ya'ni biz Amerikada eshitishimiz mumkin yoki Yevropada nechidir foiz scholarship yutibdi degan narsa bor. Bu universitetlar pul masalasida umuman muammo yo'q. Agar sizni kerak deb bilishsa, sizni qabul qilishsa, bo'ldi, siz to'liq darajada scholarship bilan ta'minlanasiz. Faqat sharti bor, siz boshqa bolalar bilan emas, o'zingiz bilan musobaqa qilishingiz kerak. Ya'ni sizga belgilangan talablar bor. Masalan, GPA'ingiz tushib ketmasligi kerak. Undan tashqari ma'lum bir har bir milestonelar bor, ya'ni qanaqadir paper publish qilishingiz kerak, ya'ni maqola chop etishingiz kerak. O'zi maxsus shunaqa requirementlar bor. Shu requirementlariga follow qilib, ya'ni ularga o'sha bo'yicha yursangiz, amal qilsangiz, sizda scholarship doim qoladi. Shu to'liq universitetni scholarshipda o'qigan holatda tugatib ketasiz, xudo xohlasa. Tushunarli. O'zim ham aytib o'tgandek, men ham kelajakda bakalavrdan keyin magistratura va kezi kelsa PhD ham o'qish niyatim bor. Shu o'rinda hozir aytib o'tdingiz, yuqori baholar olish kerak, shu bilan ilmiy izlanishlar bilan oz-ozdan shug'ullanib borib, maqola chiqarish kerak dedingiz. Aynan misol uchun magistraturaga kirishim uchun GPA, ya'ni bakalavr baholari nechidan yuqori bo'lishi kerak, IELTS darajalari necha bo'lishi kerak, shu haqida ham ozroq aytib to'xtab o'ta olasizmi? IELTSga keladigan bo'lsak, IELTS agar top universitetlarga kirmoqchi bo'lsangiz, minimum 7 bu yaxshi, 7 bo'lgani.
lekin ko'p requirementlarda 6,5 dan olishadi. O'zi 6,5 bo'lsa qabul qilinadigan darajada bo'ladi top universitetlarda. 6,5 7, ko'pida 7, lekin 6,5 ham bo'ladi. GPA ga keladigan bo'lsak, mani GPAm endi 5lik sistemada bo'lgan, uni esimda bor. 4lik tizimga o'girganimizda 3,5 dan yuqori bo'lgan. 4lik sistemada 3,5 dan yuqori bo'lgan. 5lik sistemada adashmasam 4,58 qanaqadir shu atrofida edi. 4,6 edimi? Shunaqa edi 5 dan. Ya'ni masalan mani o'rtoqlarimga nisbatan o'rtoqlarim bor, juda ham yaxshi o'qiydiganlar. Unchalik darajaga olinmaganman, lekin boshqa jihatdan masalan volontyor ishlarim, volontyorlik qilgan ishlarim, undan tashqari kurslarni o'qigan, sertifikat olganlarim, IT ni bilganim hammasi birgalikda o'sha man nomzodimni kuchliroq qilgan va o'qishga deyarli hamma universitetlarga kirishimga bir sababchi bo'lgan. Shuning uchun GPA masalasiga keladigan bo'lsak, agar siz 5lik sistemadan 4,5 dan yuqori bo'lsangiz, IELTS siz 6,5 dan boshlansa yoki 7 bo'lsa, bu sizda anchagina yuqori ehtimollik borligini ko'rsatib beradi. Rahmat hammaga, Behzod rahmat savolingiz uchun. Shahboz aka, juda ham shu vebinarda ko'p informatsiya o'zim oldim. Umid qilamanki, sizlarga ham bu kerakli bo'ldi. O'zim ham o'sha planirovать qilyapman topshirishga. Man magistratura o'qimoqchi emasman, keyingiga harakat qilaman 1 yil, keyin ko'ramiz nima bo'ladi. Bo'lsa slowly but surely deymiz. Bor maqsadga. Shahboz aka, ko'p vaqtingizni olmaymiz, chunki 45 minutdan 1 soatgacha degandik. Rahmat sizga birinchi ochilishda. Taklifingizni rad etmaganingiz uchun birinchi o'rinda rahmat. Ikkinchi o'rinda vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Uchinchi o'rinda informatsiyani berib, personal informationni berish uchun juda ham minnatdor bo'lamiz. Bu informatsiya, bu video YouTube chanalimizda bo'ladi. Agar kimdir xohlasa agar borib shu informatsiyani YouTube bo'ladi. Shahboz aka rahmat. Men birinchi o'rinda uzr so'rayman. Internetim kamgina uzilib qoldi ora-oralarda. Umid qilamanki aloqada bo'lamiz. Agar Xitoydan biron nima kerak bo'lsa, agar websayt jamoasi faqat sizda xizmatingizda bo'ladi. Rahmat Shahboz aka. Rahmat kattagan. Rahmat kattagan Sardor aka shunaqa taklif uchun, imkoniyat uchun. Garvarddami, Stanforddami postdoc qilib, Garvardda Stanfordda assistant professordan boshlab tenure track olib, full professor bo'lib, Xudo xohlasa ishlaringizga rivojini bersin. Sizlar faqat omad tilaymiz. Rahmat. Rahmat kattagan Sardor aka, sizlarga ham rahmat aytib qolaman taklif uchun. Rahmat hammaga ham, muxlislarga ayniqsa rahmat kattagan kuzatuvchilarimizga.